Uzun tumanida 5 tashabbus olimpiadasi doirasida Davlat xavfsizlik xizmati kubogi musobaqalari g'oliblarini taqdirlash marosimi bo'lib o'tdi. Hozir shu haqda. Mahallalardagi uyushmagan yoshlarning bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazish, ularni sportga bo'lgan qiziqishini oshirish maqsadida tashkil etilgan musobaqalarda Uzun tumanidagi mavjud 51 ta mahalladan jami 51 ta jamoa va 3225 nafar yoshlar ishtirok etishdi. Kuni kecha musobaqaning futbol va mini futbol turlari bo'yicha g'oliblikni qo'lga kiritgan jamoalarni taqdirlash marosimi bo'lib o'tdi. Davlat madhiyasi bilan boshlangan tadbirda dastlab tuman mas'ullari so'zga chiqib, mamlakatimizda yoshlar sportiga qaratilayotgan e'tibor borasida to'xtalib o'tishdi. Shundan so'ng Davlat xavfsizlik xizmati kubogi musobaqalarida g'oliblikni qo'lga kiritgan yoshlarga tashkilotchilarning diplom va esdalik sovg'alari topshirildi. Musobaqa ham juda ajoyib o'tdi. Tuman bosqichi bo'ldi. Mana birinchi o'rinda sektor bosqichida jami 8 ta jamoa ishtirok etdi. Undan g'olib chiqdik. Tuman bosqichiga kelganda 4 ta jamoa ishtirok etdi. Unda ham birinchi o'rinni egalladik. Surxon mahallasi. Eng bizga quvonarlisi bu chempionlik biz uchun ketma-ket 3-chisi bo'lmoqda. Shunisi bilan bizga juda ham xursandmiz. Bayram juda ham zo'r, hammadan kayfiyati a'lo darajada. Yaqinda viloyat bosqichi bo'ladi. Bu yil juda ham qattiq kirishganmiz. Albatta viloyat bosqichida ham, qolaversa respublika bosqichida ham yuqori o'rinda olish maqsadimiz. Shunda harakatdamiz doimo. Davlat xavfsizlik xizmati kubogi doirasida o'tkazilgan futbol musobaqasida birinchi o'rin tumanning Surxon mahallasi yoshlariga nasib etgan bo'lsa, mini futbol musobaqalarida yigitlar o'rtasida Ulanqul, qizlar o'rtasida kechgan kurashda madaniy turmush mahallalaridan tuzilgan jamoalarga teng keladigani topilmadi. 5 tashabbus olimpiadasi doirasida xuddi respublikamizda o'tkazilayotganda Uzun tumanida 26 ta yo'nalish bo'yicha hozirgi kunda 30 mingga yaqin yoshlarimizni qamrab olindi. Mana Davlat xavfsizlik xizmati kubogida mahalla bosqichlari o'tkazildi. Katta futbolda 4 mingdan 5 minggacha bo'lgan qo'shlardi. Bundan tashqari bitta narsani qonib aytishimiz kerakki, mana shu prezidentimiz tomonidan tashkil etilayotgan sport tadbirlarida faol ishtirok etayotgan xotin-qizlarimizning roli juda katta bo'lyapti. Gender tengligiga qaratilyapti. Hozir 4 mingga yaqin yosh qizlarimiz tomonidan mini futbol bo'yicha o'yinlar bo'lib o'tdi. Surxondaryo viloyatining eng chekka tumani bo'lish Uzun tumanida ham shaxmat chashka yo'nalishi bo'yicha, fortepiano yo'nalishi bo'yicha, san'at yo'nalishi bo'yicha, voleybol yo'nalishi bo'yicha respublika yo'llanmasini qabul qilganlar bor. Tashkilotchilar tomonidan 5 tashabbus olimpiadasi doirasida o'tkazilgan shaxmat shashka musobaqalari g'oliblari ham alohida e'tirof etildi. Tadbir davomida gala konsert ham bo'lib o'tdi. Xonandalar ijrosidagi kuy-qo'shiqlar yoshlarga yuqori kayfiyat bag'ishladi. Aytish mumkinki, mazkur tadbirlar yoshlarning sportga bo'lgan qiziqishini oshirish va ularning bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazishga qaratilgan muhim qadam bo'lib, mahallalardagi uyushmagan yoshlarning sportga bo'lgan qiziqishini yanada oshirishga xizmat qilmoqda.